internetda pul ishlash haqida 1000 marta eshitgansiz, to'g'rimi? Lekin men sizga video tayyorlamasdan ham daromad topish yo'lini ko'rsataman. Bu CPA saytlar yo'nalishi, ya'ni CPA marketing deb ataladi. CPA marketing bu nima? Siz mahsulotni reklama qilasiz, tayyor saytdan havola olasiz, sizga reklama roligi beradi. Siz shuni ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram, Instagramda reklama qilasiz. Har bitta sotilgan mahsulotdan sizga foiz beradi. Eng kuchlilari bular Alijahan.uz va 100k hisoblanadi. O'sha O'zbekiston sharoitida shu saytlar 100k Alijahan saytlarini sinab ko'ryapman va natijasini shu profilimda ulashib boraman. Sizga ham bu yo'nalish, ya'ni uyda o'tirib, mana uyindaman, uyda o'tirgan holda daromad topish niyati bo'lsa, hozirroq mening profilimga obuna bo'ling. Shu saytlarda daromad qilishni, ya'ni qanchalik tez daromad qilish yo'llarini sizga o'rgataman. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosing va uyda o'tirib daromad qilmoqchi bo'lgan do'stingizga bu videoni yuborib qo'ying.